Xitoy hukumatining ijtimoiy aloqa torlari orqali keng ko'lamli ta'sir ko'rsatish harakatini qanot yaydirayotganligi navbatda chet ellardagi tadqiqot o'rinlari kuchli diqqat qilayotgan bir masalaga aylandi. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazi ASPI va qo'g'dug'chilar tashkiloti bu haqda doklad e'lon qilib, Xitoyning ta'sir ko'rsatish va saxta uchur tarqatish harakatining bag'ansiri murakkablashayotganligi va ta'sirining kuchayayotganligini ogohlantirgan. Bu organlarning deyishicha, Xitoy bu harakatida asosliq demokratik davlatlarni nishon qilib, ularning davlat ichi siyosati, tashqi siyosati, bexatarlik va mudofaa siyosatlarini qalaymaqonlashtirishga markazlashgan. Texmi muhim bo'lgani Xitoy hukumatining ta'sir ko'rsatish va saxta uchur tarqatish harakatiga uchrayotgan davlatlardagi siyosat belgilaguvchilar va xalq ommasi buni texi yetarli darajada idrok qilib bo'lmagan bo'lib, bu vaqtdagi tonishni oshirish to'liq zarur ekan. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazi bu vaqtda e'lon qilgan jamoat fikri ustidagi o'yin nomli maxsus dokladida mundaq degan. Xitoy hukumatining ta'sir ko'rsatish harakatiga asosliq nishon bo'layotgan demokratik davlatlardagi siyosiy rahbarlar, tadbir belgilovchilar, shirkatlar va xalq ommasining bu haqda tushunchasi yo'q. Demokratik davlatlarda internet kam bo'lsa bo'lmaydigan va nihoyatda erkin echitilgan bo'g'ashqa ularning ta'sirga uchrashi texmi qulay bo'lmoqda. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazining jamoat fikri ustidagi o'yin nomli doklatining avtorlarining biri Albert Jangning bizga deyishicha, Xitoy hukumatining tordagi ta'sir harakatini kuchaytirishga sabab o'z hokimiyatini qo'g'dash, siyosiy va strategik maqsadlariga yetishni maqsad qiladi ekan. U bizga ilxat orqali qaytargan javobida mundaq degan. Yaqinqi yillardan buyon internet aloqa torining kishilik huquq va demokratiya qimmat qarashi va ideyalarni tarqitish iqtidori Kompartiyaning mavjudligiga bevosita tahdid deb qaraldi. Shunga Xitoy rais Xi Jinping ijtimoiy taratqularni asosliq jang maydoni deb jakarlab ta'sir ko'rsatish harakatlarini keng qanot yaydirdi. Xitoy Kompartiyasi davlat ichida Kompartiyaning mavjudligini kapolatga qilish va o'ziga foydali tashqi muhit yaratish uchun torda va tor sirtida munozara kuchini oshirmoqda. U xalqaro kun tartiblarini belgilash orqali siyosiy, iqtisodiy va strategik maqsadlarga yetmoqchi. Amerikadagi qo'g'dug'chilar tashkiloti 23-may kuni Xitoyning parakandichilik selish va saxta uchur tarqatish harakati haqida maxsus doklad e'lon qilgan bo'lib, ular bu dokladida Xitoyning bu organga qaratgan hujumini nuqtaliq bash qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning parakandichilik selish va saxta uchur tarqatish harakati har qatim biror organ Xitoy haqida muhim dokladlarni e'lon qilgan mezgilda kuchayib ketadi ekan. Masalan, bu tashkilot 2022-yil 9-oydagi dokladida Xitoyning Amerikaning Nyu-York qatorliq bir qancha cho'ng shaharlarda atalmish saqchi punktlarini qurib, Amerika zaminida qonunsiz harakat qilayotganligini oshkorlagandan keyin Xitoyning davlat qo'llashidagi saxta uchur tarqatish hujumi va parakandichilik selish harakati birdamlik kuchaygan. Dokladdan keyin Twitterda bu tashkilotning ismi bilan nurg'un saxta hisobotlar ochilib, necha 10 minglagan saxta uchur va yoki mazmun bilan aloqasi bo'lmagan videolar tarqatilgan. Muhofizatchilarning qo'g'dash tashkilotining qarashicha, ularning bunday qilishi Twitter torini saxta, aloqasiz va axlat mazmunlar bilan to'ldirib etish orqali asldagi uchurni g'arq qilib etishni ko'zlaydi ekan. Ularning deyishicha, 2022-yil 11-oyning 17 kuniga qadar Twitterda bu tashkilotning nomi bilan qurilgan 127 saxta hisobot bayqalgan bo'lib, bunday hisobotlar bugunmi to'xtamay qurilmoqda ekan. O'xshash hujum yana bu tashkilot yaqinda Xitoyning chet ellardan majburiy qaytirib ketish harakati haqidagi dokladni e'lon qilgandek yuz bergan. So I think that what the Safeguard Defenders report shows is it's all very deliberate in the sense that Xitoyda kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotining tadqiqot va faoliyat moslashtiruvchisi William Lening deyishicha, Xitoy hukumatining tordagi ta'siri harakatini kuchaytirishiga diqqat qilish va uning qarshi tadbir qo'llanish lozim ekan. The CCP has invested more in kind of offensive capabilities to go after critics. So they're using a variety of Xitoy Kompartiyasi tanqidchilarning peri tushishini kuchaytirdi. Yuqorqi bu dokladdan ko'rinib turganidek, Xitoyning harakati maqsadlik. Xitoyning davlat axboroti va internet torini qo'llanib turib qilayotgan bu harakati uchurni qalaymaqonlashtirishni maqsad qilgan. Garchi men Xitoyning bunday tadbirlarini bek muvaffaqiyat qozondi deb qarmasammi, u yanada kishini bearam qiladi. State-sponsored harassment. And now, at least from the Safeguard Defenders report, it seems like Twitter is less responsive.
İlgari Twitter'da saxta ve dövlətə bağlıq hesabatlarını biliş asaraq idi. Biroq hozir undaq emas. Şuna men ijtimoiy aloqa torlari bo'lsin va munosabatli organlar bo'lsin, bunga qarshi tadbir qo'llanishi Xitoyning tor orqali qilayotgan harakatining xarakterining o'zgarganligini to'nib ketishi kerak deb qarayman. Xitoy hukumati bir mahal YouTube qatorliq torbatlar orqali o'zining Uyg'urlarga qartayotgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak siyosatlarini inkor qiladigan tashviqot videolarini ko'plab tarqatgan edi. 新疆总产的那个棉花是它达到520万吨，这代表什么？就因为有需求才会有这么大的量。Xitoy hukumati bu videolarda atalmış Uyg'ur tor cho'lponlarini yaratib, ularning og'zi orqali Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligini rad qilgan, hamda yana atalmış Xinjiang paxtasini cheklagan Amerikani tanqid qilgan edi. Chet ellardagi jungo qarshi kuchlarning Xinjiangning paxta kasbiga besim ishlatilishi mumkin emas. Kiringlar. Tadqiqotchi Albert Zhangning bizga deyishicha, Xitoyning bu tashviqoti g'arb davlatlaridagi ommani qoyil qilolmagan bo'lsa-mu, ammo uning sirtidagi davlatlarni, ya'ni Janubiy yarim shar deb ataladigan Afrika, Latin Amerika va Osiyo davlatlarida belgilik ta'sir yaratgan. U bizga ilxat orqali qaytargan javobida mundaq degan. Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning majbur emgak masalasini rad qiladigan tashviqoti ba'zi rayonlarda unumli bo'ldi. Bo'lib musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan nurg'un davlatlarda ishga yaradi. Shundaqla yana yer sharining janubidagi Latin Amerikasi, Afrika, Osiyodagi nurg'un davlatlar Uyg'urlarning majbur emgigi masalasini bilmaydi yoki so'zlashni xohlamaydi. Xitoy Kompartiyasi bu tashviqot orqali g'arbdagi ommani qoyil qilishda ancha muvaffaqiyat qozonolmagan bo'lsa-mu, ammo u shaxslar va korxonalarni jimiqtirishda muvaffaqiyat qozondi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot markazi dokladida Xitoy hukumatining bundaq saxta uchur tarqitish va ta'sir yaratish harakatining sal qarashga bo'lmaydigan holatga yetganligini eskartgan bo'lib, ular dokladida agar bu masala yana hal qilinmagan taqdirda Xitoy Kompartiyasi tor orqali ta'sir ko'rsatish harakatini kun sari kuchaytirib, siyosat belgilaguvchilarning iqtisodiy siyosatlarga muvaffaqiyatli ta'sir ko'rsatadigan, krizis mazgilida jamiyatning uyushchanligini qalaymaqonlashtiradigan, rahbarlarga yoki demokratik organ va jarayonlarga ishonmaydigan, ittifoqdoshlik va hamkorlikni buzib tashlaydigan, jurnalistlar, tadqiqotchilar va faoliyatchilarning Xitoy haqida to'g'ri uchurlarni tarqatishni to'saydigan ahvol kelib chiqadi deb ogohlantirgan. Tadqiqotchi Albert Zhang bizga qilgan so'zda yuqorqidek oqibatning kelib chiqishining oldini olish uchun demokratik davlatlar hukumatlari va chet ellardagi ijtimoiy taratquv suplarining amdi aktiv inkas holatidan aktiv strategiya holatiga tezdan o'zgarishi lozimligini, ittifoqdosh davlatlar hukumatlari va uningga qarashliq apparatlarning bu yangidan bosh ko'tarib chiqayotgan bexatarlik xirisiga qarshi o'rtaq tadbir tuzishi lozimligini eskartdi.